ish jarayonida sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu proyektimiz gastitsada joylashgan bog'cha, ya'ni детский sad, gastitsaning ichida bolalarni topshiradigan joy bo'ladi. Bu yerda asosan yaqindagi muammoimiz patologda juda tushgan. Mana bu havo aylantiradigan dimoxodlar, konditsionerlar hammasini hisobiga patologimiz juda tushib ketadigan bo'lib qolgan edi. Shunga yechim qilishimiz kerak edi. Biz bu yerga yechimni qanaqa qildik? Ventilyatsiyalari o'tgan, oxirida bu tomonda konditsionerimiz bor, hozir uni ko'rsataman. Mana bu joylarda qo'shimcha galogenlari bor. Mana pastdan ko'rinishi. Bu 360 3D'si. Bunda mana umumiy ko'rsak bo'ladi, patolog qanaqa chiqqanini. Mana bu tomonda bizda konditsioner bor. Mana shu tomon bilan va mana bu tomon. Shunaqa qilib yechim qildik. Mijozimizga bittada yoqdi. Hozir o'sha jarayon ketyapti. Xudo xolisa bitganda ham ko'rsatamiz buni.